To'xting, nima qilyapsiz buni? Birlatmasini tekshirib ko'rayotgandim buni. Brilliantni bunaqa urib tekshirmaydi-da, brilliantni mana o'zini apparati bor, zichligini tekshirib turib o'lchanadi. Bu apparatni olamiz, yoqib olganimizdan keyin ozgina kutamiz, ikkinchi chirog'i yonishi kerak. Va tekshirishni boshlaymiz. Brilliant tekshirayotganda 2 ga yoki 3 ga qo'yib olamiz. Mana buni tekshirib ko'ramiz. Uchini toshga tekkizgan holatda. Bu hozir hech qanaqa reaksiya bildirilmadi. Mana bu ham rubin. Bunda ham mana qizil chiroq yondi. Bu ham rubin. Brilliant holatda kelib. Bu mana oddiy kristal. Oddiy xrustalniy deyiladi, sirkon toshlar. Bunda hech qanaqa reaksiya bildirmaydi, mana qimillamadi. Mana bu uzuni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Bu sirkon tosh, oddiy xrustalniy, hech qanaqa reaksiya bildirmadi. Mana bular ham bizning o'quvchilarimiz yasayotgan ishligi. Mana shu turdagi uzuv-ziraylarni yasashyapti. Agar sizlar ham shunaqa turdagi uzuv-ziraylarni yasab, daromadga chiqib, yaqinlaringlarni xursand qilishni xohlasanglar, kommentariyada pulsa qoldiringlar, mutaxassislarimiz aloqaga chiqishadi.